Hay chegara cho'qilgan bo'lsalar, mana nima qilay aka? Chegara cho'qilganlar Yandex. Muammo qilmang. Yandexdan pul olasizlarmi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video atrofida ko'plab bahs va munozaralar bo'lmoqda. Mana shu bahsli vaziyat yuzasidan o'zimni qonuniy asoslarga ega bo'lgan ayrim fikrlarimni bildirmoqchi edim. Demak, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-apreldagi 200-sonli qarori mavjud. Ushbu qaror bilan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi nizom qabul qilingan. Mana shu nizomning 9-bandi 2-qismiga ko'ra yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan va yagona tanish belgi bilan jihozlangan transport vositalariga aeroportlar, avtovokzallar, temir yo'llar va davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan bozorlar hududlaridagi yoki atroflaridagi pulli turar joylarga fuqarolarni olish va tushirish uchun bepul kirib chiqish imtiyozi belgilangan. Mana shu imtiyozga ega bo'lish uchun, demak, haydovchilik faoliyatini amalga oshiradigan fuqarolardan ikkita narsa talab qilinadi. Birinchisi, ular boshqaruvidagi transport vositasi yuridik shaxs ixtiyorida, yuridik shaxsniki bo'lishi kerak. Ikkinchisi, yagona tanish belgilar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Yagona tanish belgilari nima ekan degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Buni rasmda qoldiraman. Demak, mana shu ikkita talabga javob bermagan transport vositalari bu imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'lmay qoladi. Videoni haydovchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.